6-qavat 58 kvadrat puli bo'lsa 65 ming dollar kami bor tayyor remontlari bilan ushbu kvartiramiz bugun sotuvda. Sotaman desangiz agar boring berib xizmatin qilar, doldir deya hazillar qilib reklamalar olar qiziqib quyoncham deb erkalar go'ho ko'rsatgan uy emas saroydir go'yo qalbi to'r emas keng unga dunyo ko'nglingizga yo'l topar ukam deb yo aka barchamiz bilgan operator beka arzonmi yo qiymat ko'rsatar elga foydasi tek. Assalomu alaykum do'stlar. Bu 58 kvadratlik 6-qavatdagi domimiz adresi Qirg'iziston o'shari Alimbedatqa ko'chasi 938 bo'lyapti. Ya'ni ro'paramizda Jetti Batir Qurmoncha Datqa bilan Alimbedatqada ulanish joyi, vokzal, hammamiz bilamiz. Aynan ushbu robotidan kirasizlar va ushbu pod'ezd. Chiqqaninglarda 6-qavat bo'lyapti. Suv, svet, gaz, lift, отопление, stoyanka va bu dom detaylari kommersiy. Do'stlar, hamma sharoitlari bor. Bismillah do'stlar, 103-kvartiramiz 6-qavat. Mashalloh, tayyor remontlari bilan juda ham chiroyli qilingan ekan. Bitta kamchiligi bor, uni aytib qo'yaman hozirlarga. Kirganimizda qo'limiz oldida sanuzolimiz, vanna, rakovina, ariston, unitas, hamma sharoiti bor. Va bu tomonda esa kiyim-kechaklarni qo'yadigan, oyoq kiyimni yechib kiyadigan va o'zini alohida mana bunaqa yana bir shkaf stenkalari bor. Bular ham juda ham chiroyli qilingan. Endi kelinglar. Chap qo'limizdagi kuxnyamizdan boshlaymiz. Do'stlar, bu kuxnya kamchiligimiz shuki, mana shu yerda misol gazoviy plita, bu yog'imizga bir duxovkami bilmayman, xullas ikkita narsani o'zingizlar qo'yib olasizlar, bo'ldi. Boshqa narsasi yo'q, do'stlar. Endi do'stlar, mana bu yerda bir prixojamiz bor. Bemalol o'tirib, xolasizlar mana bu yerga televizor qo'yinglar yoki mana bu yerga qo'yinglar televizorda. Bu yoqqa bir gul pullar qo'yib turib, yasatib qo'yinglar, mana tortma, hamma yo'g'i bor. Endi bu yerda ataplenamiz bor ekan mana bu yerda va bu yerdan qaraydigan bo'lsak, ro'paramizda Osh City, inshaalloh bu ham bitib qoladigan bo'lsa, juda ham chiroyli bo'lib bitadi. Qaranglar, o'zgacha bir boshqacha gorod bo'lyapti va tagimiz mana Alimbedatqa ko'chasi, bu yog'imiz esa Qo'rmoncha Datqa ko'chasi bilan tutashgan joy. Ya'ni spalniyimizni ko'rsatib o'taman. Bu xonamiz esa spalniyimiz bo'ladi. Spalniyda ham attachenta, bu aboy emas. Oxirgi remontlar attachentalar bilan qilingan. Mana bu yerda televizorimiz va o'tiradigan joylarimiz, yana bu yerda bu narsa qo'yadigan joylarimiz va bu yog'imiz esa spalniyimiz bo'ladi, do'stlar. Bu yog'imizda ham o'zini alohida romi bor va konditsioner bor. Qirg'iziston o'shari Alimbedatqa 938, 58 kvadrat, ikkita xona, gaz, suv, svetlari bor. 65 ming dollar kami bor deyildi. Telefon nomerlarimiz 0999 bilan 03 30 05. Qaytaraman, 999 bilan 03 30 05. Kelinglar, dokumentlarni bir qator tekshirtiringlar. Naqd pullar bo'lsa, naqd olinglar. Variant bo'ladigan bo'lsa, ipoteka, через bank orqali olsanglar ham bo'laveradigan do'stlar. Salomat bo'linglar.